degan kredit produktimiz shakllandi. Bu haqda sizga ko'rsatmoqchi edim. Muddati 60 oygacha, maksimal 600 milliongacha Osiyoda bo'ladi. Buning uchun Uzbekistan Motors rasmiy dilerlarida avtomashina sotib olish uchun shartnoma taqdim qilishingiz kerak. Shu bo'yicha shartnomangiz o'tkazib beriladi. Agar boshlang'ich to'lovni 25% qilsangiz, 25% yillik to'lov bo'ladi. Agar 40% qilsangiz, boshlang'ich to'lovni 24% dan, 30% kurashda qilsangiz, 26% dan. Umumiy tartibda bu. Agar o'zini-o'zi band qilgan shaxslar 50% ni to'laversa, 27% dan berish mumkin. Hech qayerda ishlamasa ham. Ish haqi loyihasida bo'lsa 25-24% dan boshlang'ich to'lovlarni qarab. To'lov grafikini o'zingiz xohishingizga ko'ra annuitet yoki differensial shaklda qilsangiz bo'ladi. Bunga o'zingiz va kafillarni pasportlarini taqdim qilishingiz kerak. Talab qilinadigan hujjatlar. Shartlar kerak. Albatta, agar ish haqi loyihasida olsangiz, agar o'zini-o'zi band qilgan shaxs sifatida 50% to'lov qilsangiz, unga kafil shart. Nega foizi qarang, penalashadi, uzunsi ko'proq bo'lsa foiz kattalashadi. Yo'q, bu qarang anaqa ish haqi loyihasi degan, ish haqi loyihasi deganda oylik oladigan odam foizi kamroq, oylik olmaydigan umumiy tartibda degan joyda 30% beradi. 30% bo'lsangiz 26% beradi. Undan keyingisi boyagi cheriga olsin. Undan keyingisi agar tagida Kia nima salon nomlari bormi o'shalar? Bu faqat o'zimizga bo'ladi. Bu o'zimizda Motorsdan GMdan olasiz shartnomani. Narigisi 63 yil